shoshirasan? Darsga kech qolamiz. Boshim og'riyapti, Husan. Men uyga ketdim. Dars bor-ku. O'zing amallab orasan. Har doim shunaqa qiladi. Aka-ukalar bitta sinfda o'qishi mumkinmi? Albatta, agar ular Hasan Husan bo'lsa. Tak, Ergashev Husan. Men Yaxshi, Ergashev Hasan. Oppo. Man Ha, malades. Bular umuman dars qoldirmaydi. xayriyat qutuldim. Aytgancha Hasan, ana u kitob nima bo'ldi? Ayrim Hasan Husanlarni faqatgina holidan ajratib olish mumkin. Husan, o'ziga indamagin-u. Aken Hasan g'irt bizzelnikde. Men Hasanman. Voy, Husanni shunaqa demoqchi edim. Hazillashdim. Husanman. Qaysi birisi o'zi? Aytgancha o'xshamaydigan Hasan Husanlar ham bor. Qalaysan adash? Yaxshi. Hasan, bufetga boraylik. Ketdik. Hasan, nima aytgan vaqting kelmaysan? Ha mayli, olib keldimi chiqar. Obbo nimani? Chin, jinnini yo'qman, men buni aytayapman. Ha? Hasan chekadimi? Menga umuman gapirma. Men nima qildim? Sen aldab uyga jo'natib yuboraman, ikkalamiz aylanamiz deganding. Yo'q. Qara bitta gap eshitganman-da, chiroyli qizlar o'zini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yonida xunuk dugonasini olib yurar ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Sani chiroyli dugonang qayerda? Yomon bo'ldi, ha? Hasanboy Terminator. Hasan, yana nima qilgansan? Bugun darsdan keyin esingda Xotiram yomon, eslatib yubor. kontrda Lyubovni yoraman deganing ketdikmi? Uchburchakli burchakning tashqi yuzasidagi konturmi? Bo'ldingmi? Hozir qanaqa yoqadi buni? Maktabim